Assalomu alaykum, baraka Turkiya kanali obunachilari, hammangizga xayrli kun. Aeroport Plaza tarafda yana 8 sotikli ipoteka sotiladi. Narxi ham ajoyib narxda. 2 sotikli ipotekaning narxida ber. Srochniy sotiladi. Navina Aeroport Plazadagi 9 etajli dom. Shu domning orqa tarafida yana shu joy sotilayotir. Maktab desat yaqin, gaz, svet, sudan muammo yo'q. Yana 12 sotik ipotekalar bor. Bemalol egasini nomeridan aloqa chiqarasizlar. Egasini nomeridan videoning sarlavhasini yozib qoldiraman. İban tarafimizda yana konserva zavod tarafdan yetib keladigan yo'l. Bu yerdan kelsangiz ham bo'ladi. Gilam bazadan g'olib tukon bor. Doğrusundan gidip kelasiz, shu shitni yanında ishlaydi. Hozir ishlardan bir qator qo'ldan kelsa tanishtirib o'tamiz. Moskva va Podmoskvada yurgan yurtdoshlarimiz uchun ishonchli dokument xizmatlarini tavsiya qilamiz. Murojaat uchun pastdagi WhatsApp nomeriga aloqaga chiqsangiz bo'ladi. Yaxshi yeri bu yerda appda keyin katta sklad ham bor. Skladning darvozasi ham baland etib ishlangan. Gazdan, svetdan, sudan muammo yo'q. Narx ham zo'r narxda qo'yilgan. Darvozadan kirasiz, katta sklad. Uzunligi 20 metr, eni 15 metr. Balandligi ham baland. Darvozadan polniy Isuzu mashin kirib kelaveradi. Hozir ishlarni ham qo'ldan kelsa tanishtirib o'tamiz. Baraka Turkiya kanalına podpiska basıp koyun, videoga birden like basın. Yabine bu yerda dükan açıp ishak qo'yibdilar. O'rta gips akordon bilan bo'lingan. Uzunligi 15 metr. Eni 5 metr. Bemalol egasini aloqa chiqarasizlar. Divan ham keyin shisha bilan beklangan. Ajoyib deb ishlangan joy. O'zi aslında bir sotiladigan yer emas. Egasini hozir pul zarur bo'lgani uchun srochniy sotilayotir bu yer. Yana koridordan kirasiz, chap qo'lingizda bir xona bor. Buni eni 360, uzunligi 460. Ataplinalari ishlanib turibdi. Eshiklar ham taxta eshiklardan qo'yilgan, ajoyib deb. Chap qo'lingizda keyin yana bir xona bor. Eni 3 metr. Uzunligi, yani eni 360, uzunligi 3 metr. Atap binalar ishlangan, oq foynalar ham ajoyiblari qo'yilgan. Bu yerdagi yana bir xona bor. Bam eni 3 metr, uzunligi eni 360, beri 3 metr. Atap binalar ajoyib etib ishlanib turibdi. Yana bu tarafda kladopkilari bor. Montajlar ishlanib turibdi. Bu yerda sanuzeli. Bu yerda skladdan chiqadigan eshik. Joyning narxidan keladigan bo'lsak, o'zi aslında 2 sotikli ipotekalar hozir 40 ming, 45 ming dollar aytib o'tibdilar. Buni senasi 8 sotikli ipoteka, senasi 45 ming dollar. Yana 1-2 so'm qaytib kelishib beriladi naqd pul bo'lgan bo'lsa. Egasini bemalol aloqa chiqarasizlar. 45 ming dollar. Hammaga rahmat. Hozir adreslarni ham qo'ldan kelsa tushuntirib o'tamiz. To'rtko'l tumani Aeroport Plaza aylanasiz. 9 etajli dom bor edi. 9 etajli domdan o'tganingizdan keyin o'ng qo'lda birinchi ko'chayni. Bu yerda amfiteatr bor. Amfiteatrga o'tib ketmaysiz. Shunda o'ng qo'lda taxminan 300-400 metr yurasiz. 8 sotikli ipoteka sotiladi.